Kvartal hisobot aksionerlar uchun kompaniya tomonidan har 3 oyda chiqariladigan hisobot. Ushbu hisobot ikki ko'rinishda bo'ladi. Tekst ko'rinishida yoki PDF ko'rinishida onlayn yuklanadi va conference call, ya'ni aksionerlar uchun onlayn direktor chiqib hisobot beradi. Ushbu hisobotda biz nimalarga urg'u berishimiz kerak? Nimalarni e'tibor bilan o'qishimiz kerak? Bu kompaniya turiga bog'liq. Har kompaniyada har xil. Masalan, siz Netflix kompaniyasi oladigan bo'lsangiz, bu onlayn streaming qiladigan kompaniya, bularda eng asosiysi obunachilar sonining o'sishi. Ya'ni yangi kinolar soni emas, obunachilar soni o'sishi asosiy aksiyaga ta'sir qiluvchi narsa hisoblanadi. Yoki Pfizerni oladigan bo'lsak, u farmatsevtika kompaniyasi. Farma kompaniyalarda yangi dorilarning patenti qanchalik uzoqda ekanligi va ikkinchisi yangi dorilar davlat nazoratining nechanchi bosqichida ekanligi, ya'ni qachon chiqarishga ruxsat beryapti davlat, shunga e'tibor beriladi. Masalan, Starbucksni oladigan bo'lsak, bu coffee shop, kofe do'konlari, kafelari desak bo'ladi. Masalan, Starbucksni oladigan bo'lsak, bu kofe sotuvchi kafechalar desak butun tarmog'i va unda har bir kafening necha so'm daromad keltirayotganligi. Ya'ni ular yangi kafe ochib daromad ko'paytirish emas, bir kafeni o'zidan daromadni ko'paytirsalar yaxshiroq natija ko'rsatadi. Shaxsan men yuqori dividendli kompaniyalarni savdo qilaman. Bizda eng muhimi pozitiv cash flow, ya'ni cash flow o'ta yaxshi bo'lishi kerak. Siz ham kommentariyada yozib qoldiring, kvartal hisobotlarda nimalarga e'tibor berish kerak?